Assalomu alaykum obunachilar. Mana kombinat bozoridamiz. Sigirlar obzoriga kelganmiz. Mana bugun 1-iyun sanasi bilan yakshanba. Qator egalar ularga obzor qilib berishga harakat qilaman. Kimga qiziq bo'lsa bir tomosha qilib, like, podpиска, kanalni kuzatib turasizlar. Mana shu molimizdan boshladi yana sigirimiz. Bolasi xunajimi? Bolasi erkak. Ha, novasi. Bo'ldi, bolasi novasi. Nechta tuqqan? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Obunachilarning 3-chi bolasi. Bolasi. Katta sigir ekan. Bilinadi ham. Yangi ekan-da. Necha litr suti bor buni endi? 20 tagacha sut beraveradi. Nomer qo'yib qo'yaylikmi? 99 914 8314 ga telefon 8330 ekan oxiri. Telefon qilaverasizlar kimga qanday bo'lsa. Bor yaxshi 3-chi tug'ish ekan mana bolasini o'g'imiz. Shu sigirimizni mana bolasi xunajin shekillarmi? Xunajin ekan bolasi. Ha, xunajin ekan. Xunajin ekan. 21 million qilishyapti mana, savdosi bo'lyapti mana. Bering. Mol topmaychi. Savdosi egalarni o'zini tushirmaslikka harakat qilamiz mana. Bering aka. Aykilamayim. Hozir real savdosi bo'lyapti 21 million 300 mingga. Bolasi xunajin ekan. Mana bu sigirimiz bolasi xunajin ekan. Qiziqqanlar ko'radi. Bolasi. Siz tug'ish aka. Ko'rinsa, qancha suti bor? 10 ta suti bor. 10 ta suti bor sigirimiz bor. Bolasi xunajin, qiziqqanlarga nech pul deyapsiz uni? So'rashdimi? 26 million kami bor deyapti akam. Hozir bir qator orqalarini ko'rsatib beraman. Qiziqqanlar. Hozir ko'rsatamiz. Ko'tlari keng. Mana sigirimizga nomer qo'yib qo'yamiz. 94lik 100 mi? 119 49 77 aka. Bozorlayversin. Xo'p aka. Navbatdagi sigirimiz o'zimizni joydan mollardan. Yani birinchi turda u bolasini olmoq. Ha, bolasini olmoqmi? 3 kunlik bo'lib qoldi bolasi. Nasıl bir 3 gün oldu bolasi? Xo'p. Qancha suti bor buni hozir? 8 litr so'rayapmiz o'g'il. Necha tug'ishi? Birinchisi mana ishlayapti. Ha, bo'ldi. Shuni ham ko'rsatib beraman deyapti. Ha, bu. Ko'rindi. Bo'laveradi. Orqalarida mana bo'ylar yaxshi. O'zimiz sigirlardan endi. Joydaligini. Bolasini ovoz ekan. Birinchi tug'ishi deyapti. Nomer nechi?
91'lik, 91'lik, ha. 660, Aha. 60 21. 60 21 uka. Xo'p, bozoringiz bersin. O. Buni so'rashdimi o'zi? So'rashyapti. Qancha? 25 million 300 ming qilishyapti. 25 million 300 ming qilishyapti. Hozirda. Ha, bu ham sizdan. Unga ham o'sha nomer qo'yib qo'yamiz. Ko'rishyapti. Bu nechta tuqqan bu? Bolasi-chi? Bolasi xunaji. Bolasi xunaji. Bolasi. U ham yangi tug'ibdi. Bir haftalik bo'zaychi. Bu haftalik bo'zaychi. O'g'izdan chiqadi, tayyor. Ha. So'g'inlar o'ta yangi bor. Uchinchi tug'ishi deyapti. Hatta bemalol oladi. Bu bo'ladi kerak. Bo'ladi. Bo'ladi. Zo'r mol ekan bu. Ana shu ikki sigirimizga qiziqqanlar bo'lsa, 2 million qilishyapti buni. buni 22 million qilyapsiz. 26 million kabi bu. Yaqinlashib qolibdi o'zi, ha? Berasan, chipcha qo'shsa. Bo'ldi, uka, telefon qilishadi ekan. Mos sigirni ham ko'ringlarchi mana. Katta sigir olma. Tishini ko'rsataman. Mayli, qiynamay qo'ying o'zi, ko'rinib turibdi. 6 kurak, ha? Bolasi-chi? Bashi bolasi tushunmay bo'zaychi. Novasi. O'g'izga hatta turiblar. Bolasi mana 2 kunlik deyapti. Novasi ekan mana. Katta sigir ekan u. Xabari ham bor mana. Tushunmay bo'zaychi. Nimasi? Necha litr buni suti? Ko'proq yana buniki. 20 ta suti bor, 15 taga silashga beraman. 15 taga sinashga beraveradi. Pulini olib qolishlar shu 5 million olib qolishlar. Ha, pulidan ana olib qolib ham sinaverasizlar deyapti. Bemalol deyapti. Mana bemalol mana. Molimiz umuman nimasi yo'q mana. Bu rahmatga bo'ladi. Bo'ladi ukajon. O'g'li mana. Bolasi ham to'yib, endi ham qo'yib to'g'ri. Novasi. Katta bo'lib ketadi agar buni bo'sh qo'yib yuborsalar. O'g'li bolasi. Bu bolasi endi aka. Ha, bolasi. Bolasi. Yemadi. Xo'p, bu nechinchi tug'ishi bo'ldi endi? 3-bola. 3-bolasi. 8. Sutdan chiqib ketdi-ku, bu. Yo, 13 ta 14 ta sut beryapti. hozirmi? 13 ta 14 ta suti bor ekan, qiziqqanlar mana. Aka boshda nomer qo'yib beringlar, ehtiyot. 91. 91lik 130. 130 10-30. 10-30. Mana ikkita sigiri bor akamizni ko'rsatamiz hozir aylantirib. O'zbekiston bo'ylab dastakelar bor. O'zbekiston bo'yicha dastlabki qilib beraveramiz deyapti. 5 million. Xunajon aka bolasi. Bo'lmagan. Kopiya bo'pti. Kopiya bo'pti. Mana orqalari ham keng bolasi. Qiziqqanlar, bemalol akamga telefon qilaverasizlar mana. Mana sigiramiz. Katta narsa ekan bu. Yellar hozir ham suti yaxshi deyapti mana. Narga ham sizlar, ha? Buni ham olib qo'ying. Turing. Hop. Zoti ham boshqacha shekilli bu mol. 3-bolasi xunaji bo'ladi. 25 litr sut beryapti. 25 litr hozirgi momentda 25 litr suti bor. 25 ta sut. 3-bolasi. Xunajin deyapsiz bolasimi? Bolasi xunaji, bolasi ham bo'ladi. Bolasi bo'ladi mana orqalarini olib beraman. Ko'ti keng mol ekan bu. Ko'ti keng. Ha, bolasi. Ha, bu shunaqa ekan. Polvon sigirga qiziqqanlar bo'lsa mana suti ham zo'r. Asha akamni nomerni olib qo'ydim. Bemalol qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. Sigirimiz. Bunga necha pul so'rayapsiz? Qilishyaptimi buni?
Aka jupiga bo'lishini aytib beraman O'zbekistonda. Jupiga. Bo'ladi onasi. Aha, donalar. 5 million uylari olib kirib. Ha, 85 millionga uyga olib kirib beraverasiz. Bolalari bilan. Bo'ldi aka. Rahmat. Nomerni olib oldik endi aka. Qiziqqanlar telefon qilaveramiz. Mana navbatdagi sigirimiz mana 28 million narx so'rayapti ekan. So'rashdimi buni bizga? 26 yarim so'rashdi. Ha, 26 yarim so'rashdi. Bolasi mana xunajimi. Yangi tug'ibdi-da, charchab qolibdi. Qo'ying. Sutini sinadilarmi? Nechinchi tug'ishi buni? Birinchi bolasi. Ha, birinchi bolasimi? Yoshmi bu? Necha litr suti bor ekan bu? 26 yarim qo'shadi, 17 litr. 7 litr suti bor. 7 litr suti bor. Ya, ezolmasin. Bolasi ezol. Xo'jalik Semiz ekan. yechiga ham garantiya beraman. Garantiya beraveraman deyapman. Sigirga qiziqqanlar. Nomer qo'yib beraylikmi aka? Telefon ishlatmaysizmi? Mana. Nahnovalar bilib olaverasizlar mana bir qator. Mana 26,5 millionga bermabdi. Yettalar. Endi savdo bo'layotgan joydan ham olib berishga harakat qilamiz. Mana shu savdo bo'ladi. Bu bizga olsin. Kelisholmadi. Kelisholmadi. Hozir yaqinroqda nech pul qilganini bilamiz. Bolasi Novossi. Navbatdagi sigiramiz. Savdo bo'lyapti. Hozir bilamiz. Nech pul qilyapti? Aka, nech pul qilyapti aka? Bundan sonra o'tiradi, to'g'ri. Bolasini olsami, xunajin aka? 21 millionga bermayapti mana. Hozir aka, 21 millionga bermayapti. Bu nechinchi tug'ish aka buni? Birinchi bolami? Ha. Kuray. Birinchi bola. Sutini ham sinadilarmi? Sutini? Sigirlar shu ekan endi mana. Kamroq endi. Ha, zot tarmog'iga qiziqqanlar siz mendan. Bu bo'g'oz mol ekan mana. Bo'g'oz. Siqqanlar mana orqalarini olib beramiz. Ha. Chopdi. Necha oylik bo'g'oz aka? 4 oylik, ha? So'rashdimi buni? Yo'q, endi. Endi so'rashdi. Ha, necha narx aytyapsiz? 33. 33. Birinchi bolasi shekilli o'zi? Yo'q, bitta. Bitta tuqqan, ikkinchi bolasiga bo'g'oz. Qiziqqanlar bo'lsa, tamam, bilib olaverasiz. Xo'p, qiziqqanlar mana. Akam nomerini qo'yib qo'yamiz. 90li 531 5505 akam. Kimga nima bo'lsa? Aka nechinchisi? Ikkinchisiga bo'g'oz ekan. Tekshirib bemalol. Mana obunachilar, mana sigirlarimiz bo'g'oz. Uchinchisiga 2 martadan tuqqan, uchinchisiga bo'g'oz ekan. 8 oylik. Ikkovi ham 8 oylikdanmi? O'tgan 8 oylik. 8 oylikdan o'tgan ekan.
8 oylarda o'tgan deyapti. Katta. Quvvat sigir ekan. Qiziqqanlar, hozir nomerni qo'yib qo'yamiz. Unas aka. Ha, sotildimi? Qancha olinglar? 33,5 millionga mana real sotildi mana. Mana sotildi. Buyurun nasib qilsa olganga. Mollar mana hozir ustida bo'lib qoldi, sotilib ketib qoldi. 33,5 millionga. Ikkovi ham bo'g'oz. 3-tug'ishi 8 oydan o'tganroq bo'g'oz. 25 million 500 million. Ha, mana obunachilar uzr. Mana o'zi sotildi mana. Mana unisi 33,5 millionga sotildi mana Hoji aka. Hojiksiz. Mana. Buni ham sotaverasizlar a? ha buni 30 bo'lsa beraveramiz. Buni 30 bo'lsa berib yuboraman. Acha keltirib berasiz, endi tushib berasiz obunachilarga. Xo'p. Nomer qo'yib qo'yaylikmi, Hoji aka? Bunga. 535 1188. 33 li, 535 Novoz dedim 16. 535 535 1188. 1587. Ha, bo'ldi. Rajin dedim, Novoz dedim, Angliya dedim, Balo dedim, Kabul. Bo'ldi, akamda har xil mollardan bor ekan. Telefon qilaverasizlar shuni. Mana Bo'g'oz. o'zimizni 9-oyga o'tdi. mahallani nom moli desak ham bo'laveradi. Bo'g'oz 9-oymi bu? Ha, 9-oy. Nechinchi? Endi yana qo'zg'ashni boshladi. Nechinchisiga bo'g'oz bu? 3-chi qonadi. Xonada 3-chi. Uchinchisiga bo'g'oz. Ha. Ha, bemalol olding. Uchinchisiga bo'g'oz. O'zimizdan telefon qilaverasiz. Nomer nechi qo'yib berilgan unga? 95lik. 95lik 025 025 0717. 0717. Qiziqqanlar telefon qilinglar mana. Ishonchli mol. O'zimizdan garantiyasi bor. Behijolat sinab olaverasizlar. Bemalol. Mashinka savdosi bo'lyapti mana hozir. Mana shu sigirlarimizni 16 million qilishyapti mana. Qisqaroq. 8 tish ekan bu. Bular Xabarga, bo'l barga. Naqa keling xomga. 700 ga sotaman. Hisobek. ha. Bir aniq savdosi bo'lyapti mana shu. Bo'l aka. Bolalikda Bo'l aka, savdo bo'lyapti bunda. savdo bo'lyapti. 500 ming beraman, bo'laveradi. Yo'q, yo'q. Biz dehqon. Ya, unaqada. Boshqa gap Yorimiz Yo'limiz o'rgan. Sog'lichkan. 500 ming hozir olib sotiradi-yu. Voy, keling, bering. Bering endi. Ko'pchilikni nimasini oling. Ayol kishi chiqib billa. Qo'lingizni boshqa qilyapti. Bor baraka, boshqa gap yo'q. Ey, jindagini qilyapti. Bor baraka, ey. Bor baraka. Ola, buyurun nasib qilsa endi olganga. 20 million 500 mingga ana sotilib ketdi mana shu sigirimiz. Nasibda mana. 20 million 500 ming. Mana shu sigirimiz mana o'zimizni mahallani moli, ishonchli. Bozorga chiqib qolishganiga 8 oylik bo'g'oz. Nechinchisiga bo'g'oz bu? 3-siga bo'g'oz. Mana orqalaridan ham topib qo'yamiz. Tutadi keyin mana. Ko'rish qaytarib turibdi, ishonchliyiz. Bemalol sinab oladigan mol. 3-siga bo'g'oz. Necha oylik yosh? 8 oylik. Necha pul narx aytyapsiz endi?
26 million narx aytishyapti. Bu bozor so'radimi yo endi kelib? Nesmi so'radi? 24 million so'rab turishibdi mana hozir. Bozorda bugun mana 1-iyun sanasi bilan Qumtepa bozoridamiz mana bozor kuni. Nomer qo'yib qo'yamizmi? 91lik 657 67 48 ga mana qiziqqanlar telefon qilaversin. Ishonchli molami. Men o'zim ham bunga nima qilaveraman. Chunki mahallamiz moli bu. Asobunachilar mana bunachilardan ham arzon qilamiz, sigirlarga qo'shib olamiz ularni. To'lovsizdan a? Ishimizga 2 yuraylik onasi. Bunachilar rosa so'qin boblar ekanda bular a? Narxlar qanaqadan endi bularni? Narxlarini 20 milliondan so'rayapti. 20 milliondan so'radi. Kami bor, ha? Kami bor. Kami bor. Savdo ham bo'lib turibmi axir? Savdolar bo'lyapti. Nomer qo'yib qo'yaylikmi? Ha, qo'yib qo'ying. Nechilik? So'raganlarga yana bor. Uyda. 99lik. 99lik 837 837 dehqonda boqishadi. 24 21. 24-21 ga mana murojaat qilaverasizlar. Serob, akamda serob, mollar serob. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol. Obunachilar mollarni qarang mana serobligini mana. Tanlab oldik. Hozir ayting. Juda serob. O mana. Tanlab olaverasizlar. Murojaatlar serob. Ular bido borgan ekan. Ha, tovar ham sizdanmi? Sizdan. Ha, sizda serob, ha? Telefon qilishaveradi. Bo'ldi aka. Necha nomer qo'yib qo'yaylik bo'lmasa? 90lik 785 25 nomer qo'yib qo'yamiz aka. Telefon qilishaveradi aka. Qiziqqanlar bo'lsa. Rahmat aka. Xo'p. Ashmu mollar. Azizlar. Ha, 2 kilo aka bu. Lazımız bana. Şuraya. Bu savdosi bo'lyaptimi? 17.600 ga bermayapsiz o'sha bugun bozor. 2 kilo. Bo'ldi. Nomer qo'yib qo'yaylik aka. Nechilik? 91lik 660 60 20. Yana bor ha serob ha? Ha? Shuni ko'raylik mana. Yaxshi bo'lardi. Qani? Hozir ben baqib o'tayapman. To'xtating. Ha, bilan oching. Ha, zo'r, yosh ekan-da. Eksonchilarga bo'laveradi. Zo'r bo'ladi eksonchilar. Qiziqqanlar Kasvodiy bo'ylab bor. Bor ha, olib borib beraverasiz. Bo'ldi aka. Boqvan deb turaveramiz. Ha, etlari ham zo'r ekan ama. Qiziqqanlar telefon qilinglar aka. O'sha 170 kilo keladi. Ha, 170 Aytdi, yog'i 30 kilo yo'q qiladi. Bo'ylarichi? Bo'ylari 135. 135. Telefon hozir. Ha. 130dan yuqori. 130dan yuqori. Uzun bor. Uzun aka bilib. Umagan xunachi. Umagan. Ja so'qin bor ekan uni. So'qin bor, eksonchi bor. Boqib turamiz, ovoq beraveramiz. Zakolat tashlab bersa bo'ladi. Bo'ldi. Mana bu xunachimiz ham mana. Buni qancha so'rashdi aka? 15 million ha? Yosh akami? Ha, qo'shtoq hamma sotyapti. Bugun rosa xunajillarni terib oladigan bo'libdi. Juda serob. Ana, o'g'rachilar bozor juda avjida. Mana shu xunajilimizni obunachilar savdosi bo'lyapti. 13,5 millionga bermayapti. Mashhurlar. Bozorda endi juda tiqinligi uchun videoda bir uzoqdan olib bera olmayapti, so'rashingizlar.
Nechi pul narx aytyapsiz aka? Qormang. Jimsiz. Nechi pul so'rayapsan bunga? Chiroyli ekan. 28 berishdi 14'dan. Ha, 28 bilan berishdi o'sha, bermadingiz. Savdosi. Lavuz bu. Bu ikkovi ham mana akalardan ekan. Nomer qo'ylaysan, sotib olamiz işte, sotib yuborasiz mana bozorlarni bersin. Yaxshi mollar ekan. Buni qanchaga bermadingiz bugun aka? 28'e berdim. Ikkovi baravariga 28 ga bermadi, ikkovi baravariga. Rahmat. Mana shogirdimiz ham yuribdi mana. Sizlardanmi ustoda? Sizlardanmi bu? Yo'q, qiziqyapsiz. Assalomu alaykum. Yaxshisizlar? Necha pul so'radingiz, beryapsizlar? Bunga bo'lsa